Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, zo'rmisiz, salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qani qaysi mahalladan? Obod turmush mahallasidan. Obod turmush mahallasidan. Nima kasalligingizda bo'ldi? O'pkada ozroq suv paydo bo'lgan ekan, suvni kamaytirish maqsadida shu yerga keldik. Qaysi vrachga murojaat qildingiz? Qaysi vrachga? Termizda bir yosh kattaroq bor ekan. Rustam aka. Rustam. Yotib davolanyapsiz. Yotib bu mana 4-kun, yerda nasib oxirgi kun. Natija qanday? Natija qimillasak biqinlardan o'yib ketardi, hozir yaxshi. Hozir yaxshimi? Yaxshi, sezilarli darajada. Nafas chuqur nafas olishlar yaxshi. Nafas ololmay qoldik. Klinikani sharoitlar qanday ekan? Xizmat ko'rsatishlari? Xizmat ko'rsatishlari yaxshi. Buni biz o'zimizda qo'rqib, konsertlarni yoqmay o'tiribmiz, sovuqda. Sharoit yaxshi. Ham sharoit bormi ekan? Televizor bor, konsertlar bor. Kamchilik bo'ldimi bizda? Hozircha kamchilik yo'q, bo'lgani yo'q. Yaxshi sharoitlar. Doktorlarimiz yaxshi, qo'li yengil ekan.